ikkinchi mavzu sonli nur yordamida masalalar yechish mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi, Umida sakrog'ishda sakrayapti. U 1 sekundda 2 metrni yugurib o'tadi. Umida 2 sekundda 2 metrni yugurib o'tdi. Umida 2 sekundda necha metrni yugurib o'tadi? 3 sekundda 5 sekunddagisini topishimiz kerak. Qaranglar. U 1 sekundda 2 metrni yursa, 1 sekundda mana 1 sekundda 2 metr masofani bosib o'tsa, 2 sekundda qancha metr masofani bosib o'tadi? 2 ni ko'paytiramiz 2 ga. 4 metr masofani bosib o'tadi. 3 sekunddachi? 3 sekundda mana 3 ni ko'paytiramiz nimaga? 2 ga barobar 6 metr masofani bosib o'tadi. 5-sekunddachi? 5-sekundda ham 5 ni ko'paytiramiz 2 ga barobar 10 metr masofani bosib o'tadi. 22-metrni qancha vaqtda bosib o'tadi desa, u 1 sekundda 2 metrni bosib o'tganligi uchun 22 ni nimaga 2 ga bo'lamiz barobar 11-sekundda bosib o'tadi. Ikkinchi misolga o'tamiz. Rasmga qarab tenglama tuzing. Bu tenglamalarni qanday yechish mumkinligini ayting. Tenglamalardan birini tekshirish bilan yeching. Qarang mana x o'ng tarafga yurdi, ya'ni x ga qo'shadigan bo'lsam 29331 ni barobar 183893 chiqar ekan. X ni topishimiz uchun x barobar 183893 dan ayiramiz 29331 ni. X barobar javob 154562. Endi qaranglar, tekshirish yo'li deganda ikkalasini qo'shamiz. 154562 ga 29331 ni qo'shadigan bo'lsak, 183893 chiqadi. Keyingisi. Qaranglar mana. 31000. Bu nimada yoziladi? X dan ayiradigan bo'lsam 49000, ya'ni chap tomonga yurgan-ku. 520 ni barobar nima chiqadi? 31125 chiqadi. X topishimiz uchun 31125 soniga qo'shamiz 49520 ni. X barobar ikkalasini qo'shamiz 31125 ga qo'shamiz 49520 ni. 80645 hosil bo'ladi. Keyingi 3-mavzudek demoqchi edim, pastda yana bor ekan, qaranglar mana. 15193 qo'shamiz m ni barobar 148038 chiqadi. Endi shu m ni topishimiz uchun 148038 dan ayiramiz 15193 ni. Buni ayiradigan bo'lsak 132845 chiqadi. M barobar 132845 chiqadi. Keyingisi 546129 dan ayiramiz t ni barobar 459224 hosil bo'lishi kerak. T ni topishimiz uchun 546129 dan ayiramiz 459224 ni. T barobar javob buni ayiradigan bo'lsak 89905 hosil bo'ldi. Buni gaplar qo'yib, ya'ni tekshirish yo'li bilan 546129 ayrilgan 89905 barobar 459224 deb yozib qo'yishingiz mumkin. Keyingisi sonli nur yasang, uning bir bo'linish 2 ga tak bo'lsin. Bu o'qda A7 nuqtaning harakatini quyidagi algoritm bo'yicha chizing. A nuqta mana 0 1 2 3 4 5 6
8, 9, 10, 11. Endi qaranglar, A7 degan nuqta. Shundan o'ng tomonga 2 birlik mana bu yerga ko'chadi. Birinchi qadam deb qo'yamiz. Ikkinchi chap tomonga ko'chadi mana ikkinchi qadam. Uchinchisi endi mana shu ko'chgandan keyin o'ng tomonga ko'chiramiz, to'g'rimi? Sonli ifoda ko'rinishida ham yozishimiz kerak. Qarang mana 7 qo'shilgan 2 ayrilgan 1 qo'shilgan 3 ayrilgan 3 qo'shilgan 7 ayrilgan 1 ayrilgan 3 qo'shilgan 6 ayrilgan 1 barobar. Uni hisoblaydigan bo'lsak 7 ga 2 ni qo'shamiz 9, 9 dan 1 ni ayiradigan bo'lsam 8, 8 ga 7 ni qo'shamiz 15, 15 dan 1 ni ayiramiz 14, 14 dan 3 ni ayiramiz 11, 11 ga 6, 17, 17 dan 1 ni ayiradigan bo'lsam 16. Demak, qaysi katta chiqdi? 16 degan nuqta chiqdi. Mana bu yerda 13, 14, 15, 16. Mana shu yerga A ko'chadi ekan. Keyingi misolga o'tamiz. Umida, Madina, Jasur, Akmal va Aziza o'rindiqda o'tirishibdi. Umida Madinadan chap tomonda. Umida Madinaning chap tomonida mana sonli nur ko'rinishda yozsak bo'ladi. Madinaning chap tomonida ekan. Azizadan o'ng tomonda. Madinadan chap tomonda, Azizadan o'ng tomonda. Demak, Aziza bu tarafda bo'ldi. Akmal Azizaning ham, Umidaning ham, Jasurning ham yonida emas. Jasur bilan Aziza yonma-yon emas. Bu bolalar chapdan hisoblaganda qanday tartibda o'tirishibdi? Umida, Madina, Jasur, Akmal, Aziza. Umida Madinadan chap tomonda yozdik. Azizadan o'ng tomonda o'tiribdi mana. Akmal Azizaning ham yonida emas, mana bu joydan emas Akmal. Umidaning ham yoni, Jasurning ham yonida emas. Jasur bilan Aziza yonma-yon emas. Bundan kelib chiqadiki, qaranglar, bu yerga Azizni, Akmalni joylashtirib bo'lmaydi. Mana bu yerga ham, bu yerga ham Akmalni joylashtira olmaymiz mana shu 3 tala joyga. Chunki u Azizani ham, Umidani ham, Jasurning ham yonida emas debdi. Demak, Akmal qayerda bo'ladi? Madinadan oldinda Akmal bo'ladi. Yana Umidaning ham Jasurning ham yonida emas, Jasur bilan Aziza yonma-yon emas. Jasurni mana bu tarafga joylashtira olmaymiz. Qayerga joylashadi? Ikkalasining yoniga. Mana bu yerga joylashadi. Shunda birinchi Aziza, undan keyin Umida, undan keyin Jasur, keyin esa Madina, keyin esa Akmal turadi. 5-chi. Ariq bo'yida 6 ta daraxt, majnuntol, chinor, akatsiya, terak, archa va zarang o'sadi. Agar akatsiya chinordan pastroq, majnuntol archadan balandroq, zarang terakdan pastroq, majnuntol akatsiyadan pastroq, zarang chinordan balandroq bo'lsa, eng baland va eng past bo'li daraxt qaysi? Qaranglar, buni ham solishtirib chiqamiz mana bunday son nuriga chizib. Majnuntol, chinor, akatsiya, terak, archa, zarang o'sadi. Agar akatsiya chinordan pastroq, mana bu yerga A K deb qo'yaman, ya'ni akatsiya chinordan nima ekan? Pastroqda, ya'ni chaproqda joylashtiramiz. Majnuntol archadan balandroq. Majnuntol archadan balandroq. Qayerdaligini bilmaymiz. Shuning uchun mana bunday archa deb yozib qo'yamiz. Majnuntol archadan balandroq. Davomini majnuntol archadan balandroq, zarang terakdan pastroq. Mana zarang terakdan pastroq bo'lsa, mana shunday yozamiz. Terak. Majnuntol akatsiyadan pastroq. Qaranglar, majnuntol akatsiyadan pastroq ekan. Mana bu joyga joylashtiramiz majnuntolda. Keyin bu tarafda nima hosil bo'ladi? Archa. Bu archa, bu akatsiya. Zarang chinordan baland debdi. Zarang chinordan baland. Qaranglar, mana bu tarafda nima bo'ladi? Zarang, ya'ni chinordan baland. Zarang terakdan ham past edi, to'g'rimi? Eng balandi nima ekan? Terak ekan. Eng baland va eng past bo'li daraxt qaysi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Eng baland terak, eng pasti nima ekan? Archa ekan. Chizmadagi har bir katak amalda 1 metr kvadrat maydonning yuziga to'g'ri keladi. Aziza hovlidagi asfalt bir nechta rasm chizdi. Paletka yordamida bu shaklni amaldagi yuzini toping.
Valetga yordamida hisoblashni sizlarga o'rgatgandim. Ya'ni chetidagi mana yarim kataklarni sanab chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bittasi sanalmay ketdi. Mana bu ozgina kirib turgan joyi ham sanaladi 26 ta. Demak 26 ni nimaga bo'lishimiz kerak? 2 ga bo'lamiz. Barobar 13. Demak 13 chiqdi, to'g'rimi? Ichidagi endi bunday daftarga kataklarni chizadigan bo'lsak, butun kataklar sonini topishimiz kerak. O'zi ko'rinib turgan bo'lishi kerak edi, lekin nimagadir ko'rsatishmayapti. Ichidagi butun kataklarni sanab chiqamiz, qaranglar mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ta. Demak 13 ga qo'shamiz 27 ni, barobar 40 chiqadi. Birinchisining yuzasi 40, ya'ni taxminan bu aniq chiqmaydi, taqriban hisoblanadi. Keyingilarini ham shunday bajarishingiz mumkin. Ya'ni tashqarisini sanaysiz, ichini sanab turib ikkalasini tashqaridagi sanagansiz 2 ga bo'lib, tashqi tomondagi yarim kataklarni butun kataklar soniga qo'shamiz. 7-chi. Bu sonlarni ularning qiymatlarining kamayib borish tartibida joylashtiring. Kamayib borish tartibida, ya'ni birinchi eng kattasi yoziladi. Keyin eng kichigiga qarab ketiladi. Eng kattasini topamiz. Mana sinflarga ajratib chiqamiz. 3 tadan qaranglar, mana chizib chiqdim. Eng kattasi mana 3 million 58 ming 285 ekan. Keyingisi bundan kichik bo'ladi. 540 ming bor, undan kattasi yo'q, yozamiz 540 ming 39. Undan keyin 382 ming bor, uni yozamiz 382 ming 4. Undan kichkina 308 ming 300 ming 314 ming 319 ming 319 ming yozamiz. 319 ming 475. Undan keyingisi 314 ming 740. Bundan kichigi 308 ming 732. Undan ham kichigi 300 ming 999. Mana shu kamayish tartibida joylashtirganimiz. Keyingisi bu yerda qanday sonlar yozilgan, ularni o'sib borish tartibida yozing. O'sib borish tartibida yozishingiz kerak. Qaranglar mana. Oldin sonlarni o'zini yozib chiqaman. Birlar nechta? 1 2 3 4 5, demak 5. O'nlar 1 bu ham 5. Keyingisi 2. Minglar sinfi, bu birlar sinfi edi. Birlar, o'nlar, yuzlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 qo'yamiz. Bunga 2 qo'yamiz, bunga 0 qo'yamiz. Keyingisi 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunga ham 8 qo'yamiz, keyingisiga 2 mana. Keyingisi 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta 7 ta 7 ta. Keyingisi 4 4 4. Millionlar sinfi. Keyingisini yozadigan bo'lsam 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta ekan. 1 2 3 4 7 8 9 9 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu ham. Keyingisi 0 1 2 3 4 5 ta 1 2 3 4 5 6 7 ta bu. Mana. Sinf bo'yicha ajratib chiqaman. Mana qaranglar, 3 tadan oxiridan boshlanadi. Endi eng kattasini topishimiz muammo bo'lmaydi. Mana 28 million 444 million 750 million. O'sish tartibida bo'lsa 28 million 28 ming 255 ni birinchi yozamiz. Keyingisi 444 million 777 mingni keyin yozamiz. Keyin esa
750 ming 750 million 903 ming 955 ni yozamiz. Keyin 9-savolga keldik mana. Aziza dugonalarga matematik bosh qatirma aytayapti. U mana bu sonni o'qish uchun sinflarga ajratib chiqamiz mana shunday. 8 milliard 391 million 276 ming 540 sonini yozib shunday dedi. Oldin bu sondan shunday 5 ta raqamni o'chiringki, iloji boricha eng katta son hosil bo'lsin. Keyin esa shunday 5 ta raqamni o'chiringki, iloji boricha eng kichik son hosil bo'lsin. Bu sonlar ayirmasini topishimiz kerak. Yozaman. 8 milliard 391 million 276 ming 540 soni. Bundan 5 tasini o'chirishimiz kerak, eng katta son hosil bo'lishi kerak. Buning uchun boshidan boshlab kichiklarni o'chiramiz mana. 3 ni, 1 ni, 2 ni, keyin esa 5 tami? 4 ni o'chiramiz, 0 ni o'chiramiz. Bu eng katta son. Mana 1 2 3 4 ta. O'chirildi. 89765 chiqadi. Endi eng kichigini o'chirishimiz, eng kichik hosil qilishimiz uchun yana bir marta yozib olamiz. Endi qaranglar, bundan o'chiramiz. Nimalarni o'chiramiz? 0. Qaranglar, kattalarni o'chirib chiqamiz. 8, 9, 7, 6, 5 o'chadi. Nechtasi o'chdi? 1, 2, 3, 4, 5 tasi o'chdi. Javob 31240 chiqdi. Endi ikkalasini ayiramiz. Shu joyda ozgina adashib ketdim. Qaranglar. Mana 8 ni 3 ta o'chiramiz, kattasi qolish kerak edi. 9 qoladi. 1 ni 2 ni o'chiramiz. Keyin 7 qoladi. Eng oxirida 1 2 3 4 oxiridagi 0 ni o'chirsak, shunda 97 654 hosil bo'ldi. Keyingisida eng kichik bo'lishi uchun mana boshda kichkinalarni o'chirib chiqamiz. Mana 1 qoladi. Keyin 7 ni o'chiramiz. 1 2 3 4 ta, keyin 6 ni o'chiramiz. Shunda 12540 hosil bo'ladi. Boya salgina adashib ketman. Endi ikkalasini ayiramiz. Barobar. Javob 85114 hosil bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. 10-chi. Hisoblash. Hisoblang. Har bir ustundagi misollar qanday umumiylikni ko'rish mumkin. Har bittasini qo'shib chiqamiz. Oson usulda qo'shamiz. Qaranglar, 825 ga 175 qo'shadigan bo'lsam, 1000 hosil bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri yozib ketaman. Qo'shilgan 184 barobar. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 1184 chiqadi. Keyingisi 414 ga 186 ni qo'shamiz. 600 hosil bo'ladi. 600 ga qo'shamiz 271 ni barobar 871 hosil bo'ladi. Keyingisi 233 ga 367 ni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak 600 chiqadi. Yana qo'shilgan 129 barobar 729 chiqadi. Keyingisi 900 ayrilgan 134. Qaranglar, mana ikkalasini qo'shib olamiz birinchi. Chunki ikkalasini ham ayirib tashlashim kerak. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 400 bo'ladi. 400 ni ayiradigan bo'lsam javob 500 chiqadi. Keyingisi 745 dan ayirishimiz kerak. Qaranglar mana. 145 ni birinchi ayirib tashlaymiz. 145 ni shunda oson ishlanadi-da. Keyin 139 ni ayiramiz. Barobar buni ayiradigan bo'lsam 600. 600 dan ayiradigan bo'lsak 600 dan 139 ayirib tashlaymiz. Barobar 1 6 4 461 chiqadi. Keyingisi 528 dan qaranglar. 528 dan 228 ni ayiramiz. 528 ayrilgan 228. Keyin esa 195 ni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ayirishimiz deydigan bo'lsanglar xato bo'ladi. Mana shu kitobda ikkalasini ayiradigan bo'lamiz desanglar xato bo'ladi. Chunki qaranglar, mana bu joyda ikkita ayirish berilgan. Buni yozib ishlab ko'rsataman. 528 ayrilgan 195 ayrilgan
28. Qaranglar. Mana shu qavsni ochganimizda 528 ayrilgan. Mana bu ikkalasi ayirish bilan ayirish plus bo'lib ketadi. 195 qo'shilgan 228 hosil bo'ladi. Endi ikkalasini buni hisoblaydigan bo'lsak 561 chiqadi. 561. Keyingisiga o'tamiz. 634 qo'shilgan 278. Qaranglar, qavsni shunday tashab ketaman, chunki ayirish qo'shishda, ya'ni oxirida bo'ladigan bo'lsa, uni tashab ketsa bo'ladi. Mana 634 qo'shilgan 278 ayrilgan 178. Endi ikkalasini ayiradigan bo'lsak, boshda ayiramiz, ya'ni chunki oson usulda bajarish uchun 100 hosil bo'ladi ekan, 100 ga 634 qo'shadigan bo'lsam 734 hosil bo'ladi. Keyingisi 255 qo'shilgan 286 ayrilgan 155. 255 dan 155 ni ayiramiz 100, 100 ga 286 ni qo'shadigan bo'lsam 386 chiqadi. Keyingisi 341 qo'shilgan 299 ayrilgan 141. Ikkalasini ayiramiz, 200 hosil bo'ladi. 200 ga qo'shamiz 299 da 499 hosil bo'ladi. Keyingisi 11-masala. 11-masala. Masalani to'g'ri chiziq yordamida yeching. Hayvonlar taroziga tortishgan edi, jirafa tuyadan og'irroq. Mana. To'g'ri chiziq yordamida yechamiz. Sal qish qilib ketdi. Jirafa tuyadan og'irroq. Tuya yo'lbarsdan og'irroq. Tuya katta yo'lbarsdan. Qoplon esa qoplon katta yo'lbarsdan yengil. Yengil bo'lsa narigi tomonga qarab turadi. Hozir keyin chizmaga tushirib beraman. Bu hayvonlarning nomlari ular vazni ortib borish tartibida yozing. Mana eng kichigi qaysi chiqdi? Qoplon chiqdi. Qoplonni yozamiz. Tepaga yozaman, qoplon. Keyingisi qoplondan yo'lbars. Keyingisi tuya, keyin esa jirafa. Mana o'sib borish tartibida yozdik. Qoplon, yo'lbars, tuya, jirafa. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. YouTube sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.